yaşınız neçədə? Kimdir sərpərəflər? Mənə şöyləcə. Ana qolmaz satar, başqa iş. Xoş, vaxtınız xeyirli olsun. Hammasini shu ro'zgar sarflab o'tdingiz. Siz necha yashaysiz? Nechga? Hurmatli Bu Sport studio ko'ruvchilari, yana ham barnomamizga xush kelibsizlar. Biz barnomamiz idomasida yana ham bizga topshirilgan shu mablag' pulni yana bir qashshoq oilaga taslim bermoq uchun keldik. Bu yerda hamda biz yonimizda shu kishi qashshoq oilani hamsoyasi yonimizda, bu kishilarni birgalikda so'rashib, shu ish yerga kirib shu pulni tahvil beramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yo'lingiz baxayr bo'lsin. Ismingiz nima edi? Abdulxoliq aka. Siz shu kishini shu qashshoq oilaga shu yashaydi, hamsoyalar bilasizmi? Hamsoyasi bilan. Biz ham Bu Sport studioni tomonidan keldik. Olmonda shu mahalladan yashab kelayotgan yigitlarimiz shu Bu Sport studioni xodimlariga ishonib bir mablag' pulni tahvil bergan edi. Biz shu pulni tahvil bergani shu yerga keldik. Juda yaxshi sizni ko'rdik. Sizdan birgalikda ishga yuboramiz, shu pulni tahvil beramiz. Yaxshi bo'ladi. Shuni bir ishdan yaxshi bo'ladi. Qarang, Misra. Xo'p. Assalomu alaykum. Sen yaxshimisan? Oting nima ekan? Zabihulloh. Biz javonlar Olmonda yashab kelayotgan javonlar bir mablag' pul ko'magan ekan, shuni biz sizlarga eshitdik, qiyinchilikda yashasang ekan, shu pulni tahvil bergan kedik, o'zi bersinlaring, uydagilarga xabar qilib ishga boram, shu pulni tahvil beraman sizlarga. Xo'p, sendan o'tay. Hurmatli ko'ruvchilar, mana biz shu qashshoq yashab kelayotgan oilaga keldik. Mana bu kishi shu xolamiz ekan, mana bu ham bolalari ekan. Mana ham hamsoyasi bo'ladi. Bizda rahnamoylik qilib yo'l ko'rsatib berdi. Bundan so'raymiz. Xola, agar sizni bilsangiz bir necha savolim bor sizdan so'rasam. Sizlar bu yerda necha nafar yashaysizlar bu uyda? Biz endi 6 nafar. 6 nafar yashaysizlar. Ayolimiz olsin. Xo'p, sizlarni ishlab kelayotgan uyga, ro'zg'orda ijrizayotgan kimdir sarfarda? Mana shunaqa. Ana qolmaz satar, başqa ish. Xo'p, Zabihullohxon, shu onangizni, ukalaringizni hammasini shu ro'zg'or sarflasi o'zingizmisiz? Siz necha yashaysiz? Yoshingiz nechada? Men 14. Sizni otangiz qayerda ish qiladi? Xudo rahmat qilsin, Xudovan mag'firat qilsin. Ana shu o'zingiz sarfarasmisiz hammasiga? Ko'p yaxshi. Ukajonlaringiz nima ish qiladimi? Ukajoningiz nomida har qaysi? Mulla o'qiydi. Bular ham tovonay ish qilayotgan bo'lgan ekan, hal bermaydi ekan, faqat o'zingiz zahmat qilasiz, shu bir kor qilasiz, shu ro'zg'or terbasangiz, ro'zg'or o'tkazsangiz. Ko'p yaxshi, ko'p xursand bo'ldik sizni tanishdik. Albatta Olmonda yashab kelayotgan shu mahallamizdan yo doiralardan yigitlarimiz bir mablag' pul bergan ediki, biz topkiza sizlarning huzuringizga shu tahvil bersak, shuni olib keldik, mana sizlarni yaqindan ko'rdik. Inshaalloh mana zimistonga biroz sizlarga xarchi bo'lsin deb. Xo'p, xola, bizga shu pulga tahvil berilgan edi. Biz amonat shaklida sizlarning qo'lingizga yetkazsak, mana o'zingiz Zabihullohxon oldingizda sizlar ham bilan so'zlaringiz bor. Shu amonat bergan pulni sizga yetkazamiz va umidki sizlar ham xursand bo'lsalaringiz. Yaxshi xursandmiz. Haydovchilar deganda shaqon yaratib qo'ygan. 1 nomlarim 2 3 4 5 6 7 8 9 bilan ham 10. Mablag' 10 mingta Olmonda yashab kelayotgan yigitlarimiz ehsos bilan shu qashshoq oilalarga yordam bergan ekan. Mana bu amonatni sizga taslim berdik. Mana Zabihullohxon, sen uyga sarfarasi ekan. Mana ukalarga zimistonga yaxshi qaragin, kiyim bergan, o'tin olgan hamda go'zallikni hayotda o'tkazgan. Xolajon, siz axirga qaysi payomingiz bo'lsa shu javonlar yoki musofir o'tganlar qancha qiyinchilik bilan yashaydi, qancha qiyinchilik bilan ma'lum qilib ishlaydi. Shuni zahmatni sizga yordam beribdi, biroz ko'mak beribdi. Bular qaysi payomingiz bo'lsa ayting. Yaxshi deb duo bering. Ha, Xudovan deganda shu yoqqa nima qilib, Xudovan ularni ham Xudovan deganda hal qilsin. Duo qilamiz shularga ham deganda. Tashakkurlar qaynona ukalarima shu xorijliklar ko'mak qildi. Shular bular ishtiman nima ishlarga jo'qdi. Men o'zim maydaman.
Xudodan shularga bilmoq. Bismillahirrahmanirrahim. Ko'pdan ko'p tashakkurlik qilamiz shu kishilardan. Men ham sherga hamsoya edim. Sherga shu kishilar ko'p kam bo'ldi, kam nima edi, shu kishilar hamkorlik qildi. Ayam mana shu kishilar mendan sherga so'radi, shu kishini uyini bilasanmi, qayerda dedi. Men keldim, ko'rsatdim. Xo'p, mana sherga ko'rdik, ana omonatlarni berdi. Ko'p ziyod tashakkurlik qilamiz shu kishilardan. Xorijdagi ag'ayinlardan.